Kompozit plombalarni tarkibidagi noorganik to'ldirgichni hajmiga ko'ra klassifikatsiyasi, ya'ni ular makro to'ldirgichli bo'lishi mumkin. Ularda to'ldirgich hajmi 8 dan 12 mikrometrgacha bo'lib, ularning strukturasi quyidagicha bo'ladi va ijobiy xususiyatlari yuqori mustahkamlik, yarog'li optik xususiyatlari, rentgen kontrastli hisoblanadi. Kamchiliklari ishlov berishning qiyinligi, quruq yaltiroqlikning yo'qligi, yuzani yuqori g'adir-budurligi, o'zida yaqqol qarashlarni to'plashi va rang turg'unligi yomonligi kiradi. Ularni qo'llashga ko'rsatmalar 1-2 sinf karies kovaklarida, chaynovchilarning 5-sinf karies kovaklarida va kuchli yemirilgan frontal tishlarni asosini tiklab, ustki qismini boshqa plomba bilan tiklashda tavsiya etiladi. Mikro to'ldirgichli kompozitlar, ularda to'ldirgich hajmi 0.04 dan 0.4 mikrometrgacha bo'lib, ularning ijobiy xususiyatlari silliqlanishning osonligi, yuza yaltiroqligini, turg'unligi, rang turg'unligi va ijobiy estetik xususiyatlar abraziv yemirishning kamligi kiradi. Kamchiliklari past mexanik mustahkamlik va juda yuqori polimerizatsion cho'kmaga tushish hisoblanadi. Ularni qo'llashga ko'rsatmalar 5-3 sinf karies kovaklarida va nokaries kasalliklarni plombalashda qo'llaniladi. Yana mini to'ldirgichli kompozitlar uchraydi. Ularda to'ldirgich hajmi 1 dan 5 mikrometrgacha bo'lib, ularning strukturasi quyidagicha bo'ladi. Ular makro va mikro to'ldirgichli kompozitlarning oraliq formasi hisoblanadi. Ular ijobiy estetik va fizik mexanik xususiyatlarga ega, lekin makro to'ldirgichlarga nisbatan mustahkamligi pastroq va mikro to'ldirgichlarga nisbatan estetikasi ham pastroq hisoblanadi. Ularni qo'llashga ko'rsatmalar molar va premolarlarning unaqa katta bo'lmagan karies kovaklarni, ya'ni 20% dan oshmagan karies kovaklarida plombalashda qo'llaniladi va bruksizmi bor bemorlarda tavsiya etilmaydi. Ularning vakillari sifatida Permaplast, Bisfil 2 va Marafon 5 ni olsak bo'ladi.